Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan El Ardog'dagi taniqli qiziqchi Avaz Oxun haqida bugun tongda noxush xabarlar e'lon qilindi. Xalq duoda bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. So'z ustasi Avaz Oxun mashhurlikkacha bo'lgan uzoq yo'li, repertuarlarini qanday tanlashi va bugungi kundagi dolzarb masalalar haqida intervyu berdi. Avaz Oxun navbatda turib olgan Spark'da dahshatli avariyaga uchragan. Qiziqchi Avaz Oxun avtohalokat sodir bo'lgan kuni eslashni ham istamaydi, chunki u yangi navbatda turib olgan mashinasidan ham ko'ra orqa o'rindiqda o'tirgan qizining ahvolidan tashvishlangan. U mashinasini vodiydagi yaqinlariga ko'rsatib, suyunchi olish maqsadida oilaviy safarga otlangan. 3 kun avval avtosalondan chiqqan mashinada Toshkentga qaytayotganda Qo'qon-Toshkent trassasida mudhish voqea sodir bo'lgan. Bunga Avaz Oxunning rulda uxlab qolishi sabab bo'lgan. Xayriyatki, hech kim jiddiy jarohat olmagan. Tomoshabinlarni kuldirgan gaplar aslida yig'laydigan bo'ladi. Hamma fikr-g'oyalar kundalik bezovtaliklardan kelib chiqadi. Odatda sizga shunchaki nimadir mavzu sizga yoqmaydi. Keyin ana shu bezovtalikdan kulgu qidirasiz. Sizni qiynagan holatlarni tanqid qilish uchun keyin bu voqea hodisalarni kulguga yo'yasiz. Agar bizning bezovta qilmaydigan mavzuni tanlaydigan bo'lsak, u tomoshabinni ham bezovta qilmaydi. Mavzu tanlashda birinchi o'rinda bezovtalik bo'lishi kerak. Yana kuzatuvchan ham bo'lish kerak. Misol uchun hozirgi zamonda nima muhim bo'lib boryapti? Shularni bilish kerak. Bu yilgi konsertimda urg'u qarayotgan narsam nima uchun telefonga, internet bunchalik bog'lanib qoldik? Nima uchun odamlar kitob o'qimayapti? Nima uchun birovning baxtiga havas qilib qarab o'tiribmiz? Mana shunaqa mavzular e'tiborimga tushgan. Shularning orqasidan sog'ligimizni yo'qotganimiz, umuman virtual olamga berilib borayotganimiz haqida yumorlar tayyorlaganman. Tomoshabinni kuldiradigan gaplar aslida yig'laydigan bo'ladi, deydi Avaz Oxun bergan intervyusida.